Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 2026-yil 3-iyul. Yozni boshidan bahorda havosi lekin hali ketgan yo'q. Yomg'ir yog'adi shekilli. Bizda ham mana bog'imizda ishlar ketyapti. Ashaddiy mehnatsevar ishchilar. Boshqon bor. Ahmalli olmalari. Xudo xolasa bu yil juda yirik bo'lishi kutilmoqda. Ajoyib. Ishchilarimiz ham xursand. Ob-havo yomon bo'lgan bilan ishchilarimiz kayfiyati zo'r. Malades. Sog' bo'ling aka. Rahmat. San'at ko'rdi. Yaxshi bitta she'r aytmaysizmi bu ob-havoga? Ana Hoji bobom trendda, xudo xolasa.